Avtomobilingizdan xuddi shunday tiraq-tiraq ovoz chiqyaptimi? Bunga tashxis qo'yishga shoshilmang. Ko'pchilik akalarimiz amortizatorim ketib qolgan yoki amortizatorim yaxshi ishlamayapti degan tashxis qo'yishar ekan. Lekin bu arzimagan bitta detaldan videoni kuzatishda davom etib turing. Men sizga bunga haqida to'liq ma'lumot beraman hozir. Avtomobilni o'ng tomonini yechganimizda nakonechniklari ketib qolibdi. Mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Egalarini bir haftadan beri bu noxush ovoz qiynab kelgan. Bu oddiy bitta nakonechnikdan bo'lib chiqdi. Buni hozir yangi qo'yib, garantiyalisida almashtirib beramiz. Yana bitta muhim ma'lumot aytmoqchiman sizlar uchun. Videoni ko'rib turing. Albatta bu videoga bitta like bosish ham esdan chiqmasin. Ko'pchilik avtomobillarda sharoit qismida zaklopka bo'ladi. Hozirgi yangi chiqib turgan ba'zi bir mashinalarda va eski 100 ming kilometrdan o'tgan mashinalarda razgom olganda yoki tormozlaganda qirsillagan ovoz chiqib qoladi. Ayniqsa Nexia Gentra'larda bunga sabab zaklopka bo'ladi. Zaklopkasini olib tashlab, albatta buni bolgaga qilib qo'yishni maslahat beraman. O'zini zaklopkasida qorin tomoni yelib, joyida o'ynash paydo bo'lib, tormoz bosganingizda va razgom olganingizda qirsillagan ovoz beradi. O'zlaring ko'rdilaring, avtomobilda muammosi oddiygina bitta detaldan chiqdi. Sizning avtomobilingizda qanaqa muammo bor? Kommentariyaga yozib qoldiring. Eng ko'p so'ralgan muammoni albatta video qilib, shu haqda to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Albatta esingizdan chiqmasin, profilga obuna bo'lib, bizni kuzatish.